Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga shlipovka apparatlarimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berib, narxlari bilan aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, ushbu apparatlarimizni ishlatib, tekshirib, qanday holatda ishlashliklarigacha video davomida qo'yib boramiz. Ushbu apparatlarimiz ikki xil brendga tegishli, Bioti va Ubay brendiga tegishli apparatlarimiz bo'ladi. Shlipovka apparat, ya'ni o'sha devorlarga shpakilovka tortilgandan keyin najdaklab beruvchi apparatimiz bo'ladi. O'zini komplektda polni nasatkalari, trubkalari, qoplari hamma yo'g'i bor. Pilisos funksiyali varianti bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib borsalaring, to'liq holatda ma'lumotini olib, tushunib olasizlar. Xo'p, Bioti brendiga tegishli shlipovka apparatimiz motori 800 vatlik bo'ladi. Mana shu joyda motor joylashgan, 800 vatt. 6 оборотli, ya'ni 6 ta skorsli. Birinchi skorsdan 6 skorsgacha оборот o'zgartirishlari mumkin. Sustlashib, tezlashib, оборот telegrafga bo'laveradi. U devorga bog'liq. Devor qanchalik darajada notekis bo'lsa, оборотini tezlashtirib olsalaring, shuncha tez va sifatliroq silliqlab beradi. Devor silliqroq bo'lgan bo'lsa, оборотini pasaytirib, sekinroq silliqlasalaring bo'laveradi. Endi pilososli funksiyasi bo'ladi. Pilososli funksiyani mana yon tomonni ochib qo'ysalaring, bu o'zidan chiqqan changlarni tortib olib turib, orqasida mana qopchasi bo'ladi. Qopchasini trubkasi shlanchasiga ulab qo'ysalaring, o'zi tortib berib turadi. Ya'ni changitmaydi bitta ham. Komplektda nimalari chiqadi deganlar uchun komplektida o'zining trubkasi bo'ladi. Bittasini shunday olib hozir ko'rsatib beramiz, qaysi holatda to'g'rilanishini. Masalan, Ubay brendiga tegishli mana shu holatda o'zining trubkasi belidan qotadi. Mana shu holatda yana uzayadi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ancha uzaygan, mana pastda u apparat 3 metr, taxminan 3 metr tepa patologga bemalol yetadi. Pastdan turib telegrafga qilib ishlatsalaring bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Xotirmay qo'ying, trubkasini yechib ko'ring hozir. Xullas, mana shu holatda trubkasi qo'yiladi. Endi hozir buni bitta tokka suqib tekshirib beramiz. Faqat bizda hozir tekislikon joy yo'qligi uchun tokka suqib оборотlarni ko'rsatib beramiz va video davomida o'sha ishlagan videolargacha qo'shib ketamiz. Qani bitta ishlatamiz. Mana shu ishlash holati bo'ladi. Video burchagida ko'rsalaring, hozir mana ishlashini qo'yib qo'ydik. Mana ko'rishlaring mumkin. Ishlashi o'ta zo'r shlipovka apparatimiz devorda hozir silliqlab beryapti. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari Bioti brendiniki hop 1.200.000 so'm, Ubay brendiniki esa 1.100.000 so'm bo'ladi. Kimga shunaqa apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, kelib xarid qilishlaring mumkin. Apparatlarimizga 6 oydan garantiya beriladi, sifatli. O'zining komplekti mana bu chamadonlarda keladi. Xarid qilsalaring, chamadonlar bilan komplekt beriladi yoki dastavka qilib berilaveradi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bizdan like bosib qo'yaverasizlar. Manzil so'raganlar uchun manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavorda joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi.